Yalab oldin rayonda, tumanda bitta fohisha chiqsa, butun rota borib o'chit bo'lib yalinib, Fatima opa meni galim, jahon qochib turib meni galim deb gandon topa olmasang, paketni baylab bo'zi ham har kuni o'chit qo'lib ko'zga surkab, o'zi jalab frontdan qaytib kelgan opaxonni ko'zga surkab itarardik. Hozir ona nima gur fohisha telefon qilsang, skoriy pomishdan tez yetib keladi. Pizzani ading domada ko'rganmiz. Pizza hozir pepperoni, xuyuroni, qazlik, molli tili, otli tililigi, bilad, Kitay, italyanskiy sir, meksikanskiy sir, belgiyskiy sir, bu yoqda bilad, finskiy sauna, ruskaya banya bilad. Odam yoshda zerikib ketmadimikin? Yashab hamma narsa jalab shunday. Tayyor mana jalab, mana tayyor. Shunda ham ko'tlar baxtsiz bilad. Depressiyaga tushib qoldim. Voydat. Energetik ichaman, energiyam tugab qoldi. Sen qo'tag'alini 20 yoshingda qatga ishlatib qo'ydingsan energiyani. Qatga ishlatib qo'ydingsan 20 yoshingda o'zi hali. Nima sen to'rtta zavod tutatib qo'ydingmi bilad yoki bir narsalar qilib yordingmi, energiyang tugab qoladi. Kechasi men 5 ga 1 urgan, birovni qizni itargan, birovdan qarz olgan, ekspertga tiqqan, ko'tiga tiqqan, ko'zi yoshlig'i bo'lib ertalabgacha kompyuterxonada o'tirgan, nimaga yashayotganini o'zi bilmaydi. Hamma narsa bor, mana imkoniyat, mana kredit, mana ish. Biz yoshligimizda mardikorchilik bor, aravakashchilik bor, jalab Navoiy non tashirdik. Tarvuzlarni vagonda haliga tushirardik jalab. Hozir pulga jalab ofitsiallik qilsa ham chivi 200 mingdan 300 mingdan kuniga, yana plus bonusi oyligi bor, garantirovni jalab sal ko'tarinki beradi kimni masaj qilib qo'ysa, masajist 10 million berish ming oyligi. Shunda ham bular siqilib qoldim. Nima qilsam ekan? Tubiga tushib qoldim. To'lkam tashab ketdi. Bevafo dunyo boyiga tegib ketdi.